Balki men buning uchun jarimaga tortilishim mumkindir, lekin aynan bugun barcha haqiqatlarni aytmoqchiman. O'zbekistonda yozilmagan qonun-qoidalarni chetlab o'tdim. Bo'ysunmadim. Diqqat bilan meni eshiting. Uy-joy qilib, alohida ko'chib o'tganimga 2 yil bo'ldi. O'sha 2 yildan beri men sizni mehmonxonangizda, shkafda, tokchada turadigan qimmat-qimmat idish-tovoqlar bor-ku, o'shandan men kunlik ehtiyojim uchun har kuni foydalanyapman. Oilam uchun, bola-chaqam uchun, zavtrikda ham, obedda ham, kechqurun ham har doim ovqat yeganimizda qimmat-qimmat o'sha choynaklarda, idish-tovoqlarda, tarelkalarda ovqatlanyapmiz. Va mehmonxonani dahshat chiroyli qilib qo'yish xatoligini men 100% oldin tushunib yetganman. O'sha mehmon uchun olib qo'yilgan divanlarda hozir bolalarim yotibdi. Balki men bu gaplarim uchun, bu ishlarim uchun jarimaga tortilarman. Lekin ayni bu haqiqat. Bilmadim, kimda qanaqa, balki meni so'karsizlar, balki bunga qarshi bo'lasizlar. Qarshi bo'lishlaring ham mumkin, aytib bo'lmaydi, chunki voydod bu qimmat narsa, bular faqat mehmon uchun, faqatgina mehmonlar uchun qilinadi deb yo'q. Mehmonlar oldiga nimani qo'ysam, o'zimni oilamga ham shuni qo'yyapman. 2 yildan beri shunaqa. Mehmonga qilib bera olmasam qilib bera olmayman, lekin 2 ta bolam bor hozircha, o'shanga qilib beryapman. Kim qanaqa fikrda, sizda hozirda qanaqa kommentariya yozib keting. Ko'rishguncha.